Xurshid Do'stmuhammad. Sof o'zbekcha qotillik. Afsuski, insonga hamisha jinoyat, jinoiy tuyg'u, jinoiy tasavvurlar ham hamroh bo'lib yuradi. Odam erta yo indin qanday holatlarga tushadi? Oldindan hech bir banda bilmaydi buni. Jinoyat deganda faqat o'g'rilik, bosqinchilik yoki qotillikni tushunish to'g'ri emas. Zero og'ir gap aytmasdan, haqoratlamasdan, dilga ozor yetkazmasdan turib, hatto kulgili holatlarga solib ham jinoiy xatti-harakat sodir etilishi mumkin. Hammasi mohiyatda, maqsad muddaoda. Shular bois ham jinoyatni fosh etish oson emas. Lekin uni tushunish, sabab-oqibatlarini tahlil qilish 10-100 chandon og'irroq va mushkulroq vazifa hisoblanadi. Kitobdan joy olgan qissa voqeasi boshdan og'ir fojia. Ular olis viloyatlarimizdagi oddiy qishloq xonadonida yuz bergan, maktabni bitirish arafasida turgan, o'ynab kulib yurgan qizning nomusi toptaladi. Hech kim jazoga tortilmaydi. Badnomlikka dosh bermagan qiz o'z joniga qasd qiladi. Oriyat, nomus uning tug'ishgan opasini qo'liga pichoq olishga undaydi. Jafokash xonadonga bordim, ko'rdim, uchrashdim, suhbatlashdim. Suhbatimiz ayollar qamoqxonasida davom etdi. Hayhotday hovli, 4 yoshli nevarasi bilan yolg'iz qolgan onaizorning ko'z yoshlaridan ko'l bo'ldi. Hech bir bandaning boshiga solmasin deya xalqimiz bunday paytlarda yoqa tutib. Davr taqozosi tufayli qissa bir necha bor turli nomlarda chop etildi. Uning asosida Chayongul badiiy filmi ssenariysi yaratildi va nihoyat mana u siz aziz kitobxonlarga dastlabki o'z asl nomida taqdim etilmoqda.